Yashnobod tumanida 408 ta xona. Ipotekaga ham to'g'ri keladigan $70,000. Uy egasining nomerini qo'yganmiz. Bu mana glavniy liniya, glavniy yo'l, birinchi liniya bo'lyapti. To'g'riga Kadishvoyga chiqib ketiladi. Bu yoqda mana panellidan kirib kelinyapti. Uyimiz yo'l yuzida. Xo'p, mana shu xonadon bo'lyapti. Bu yerda mana kirganimizda ingichka uzun yo'li, bu yerda ikkita kotyolxonasi bor. Qo'shimchasiga bu yerda yana ikkita xona bor. Ichkarida 6 ta xona, bu yerda 2 ta xona. Masjiddan boshlab davolimiz. Taxminan 18 metrcha. Buni ham buzib, 2 ta xona qursa bo'ladi mana masjidgacha. Dokumentlari tayyor deyishyapti uy egalari. Hop, ipotekaga ham to'g'ri keladi. Uyimiz shinam va faizli. Menimcha bu yer narxini o'zi kamida 30 mingdan kami yo'q. Hozir 4 sotuvni o'zi 100 mingdan oshib ketadi. Bu 4 sotuvdan sal oshuvroq. Bu mana yo'ligimizdan kirdi. Supala qilib qo'yishgan. Mana bu yoqda 2 ta xona. 2 ta xona. Bu yerdan kirganda ichkarida 3 ta xona, 5 ta xona bo'lyapti. Bu kuxnyamiz. Tepada bitta xona bor, 6 ta xona va bu yerda yana bitta xona bor. Bolxona ya'ni. Yo'qdan boya ko'rsatgan 2 ta xonam bor. Uyimiz ham narxi yana qaytarib o'taman, $70,000. Menimcha Yashnobodda orientir birinchi avtopark Uysozlar ko'chasi. Menimcha bunaqa narxga juda ham qulay bo'lsa kerak. $70,000 ipotekaga ham to'g'ri keladi. Uy egalarining nomerini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar. Sizlar bilan uychi bolalar.